Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Muhiddin akani pitomiga kelganmiz. Hozir itlarni ko'rsatib o'tamiz. Orasida 2 dona kuchugimiz bor ekan, ular sotilar ekan. Qolgan kuchuklarni qiziqish sifatida obzorini qilib ko'rsatamiz. Yoshi necha yosh aka buni? Yoshi 3 yosh. Urg'ochi. Zot qanaqa buni? Zoti alabay. Junligidan ekan-a? Bo'ldi. Bu sotilmaydi. Bu sotilmaydi. Bu alabay. Erkek ekan. Yoshi necha yosh aka bu? 5 yosh. Erkek. Bu sotiladimi yo'qmi? Bu sotilmaydi. Yaxshi. Zoti zo'r. Mana, urg'ochi-a bu. Odamga tegmaydi-a bu, yosh-a? Odamga tegmaydi, yosh. Necha yosh aka bu? 3 yosh. Vesi qancha buni? Vesi 50 kilo atrofida. Vesi 50 kilo atrofida urg'ochi alabay. 50-55. Yoshi 3 yosh dedingiz-a? 2 marta tuqqan. Yaxshi. Bu hechkasi yana yaqin. Narxi qancha buni? Narxini $200 deyapmiz. Olaman degan odamga yo'lda beramiz. Qancha qilib beramiz? Bo'ladigan. 2 million. 2 million bilan ish bitadi. Narusheniya yo'q. Mana qarangda to'g'lar oldida yuradi. To'g'lar uy hayvonlarga tegmaydi. Tegmaydi. Nimachi? Dastavkasi bormi buni? Dastavkasi kelishilgan holatda chiqariladi. Dastavkasini kelishilgan holatda chiqarib beriladi. Yaxshi mahal. Xo'p, ketdimi video? Bu sotilmaydi aka bu. Yoshi qanaqa buni? Yoshi 3 yosh. 3 yosh. Qayerdan kelgan bu? Turkiyadan. Otasi Turkiyadan kelgan, shatta zotoniga. Onasi qanaqa buni? Onasi ham toza kangal. Kuchuklarni testni Turkiyaga chiqargan 89% chiqqan. Ha, bundan olingan bola kuchuklarini test qilinsa, Turkiyaga chiqargan. Turkiyaga 89% kangal berilgan ekan. Holati zo'r ekan. Buni aka naqsi bo'ladimi? Alabay olib kelsa qochirib beraverasizmi? Beraman. Narxi qanaqa bo'ladi uni? Bitta kuchuk. Bitta kuchukka ahamiyat beringlar. Urg'ochi alabaylarni olib kelsalaring, vyaskaga qo'yib berilaveradi. Narxi pul-mul bas. Bola olinganda bitta kuchugini beriladi. O'g'il yoki qiz, unisini o'zi tanlab olasiz. Bo'ldi. Holatni ko'rib, akaning o'zi borib tanlab oladi. Bitta holatni ko'ryapsan, yaqinlashtirib bitta ko'rsatib qo'yasan. Bitta turg'izing aka iloj bo'lsa. Boraverasizmi oldiga? Borib turg'izavering. Holati zo'r. Bu. Odamga qanaqa bu aka? Tegmaydi. Xo'p, zoti alabay, urg'ochi, yoshi qancha dedingiz? Turkmanskiy alabay, yoshi 4 yosh. Turkmanskiy alabay, yoshi 4 yosh, 2 marta tuqqan deyishyapti. Men ushlayapman, yaxshi indamayapti. Holati zo'r. Bo'yi taxminan qancha aka? Santimetr? 75. Vesichi? Vesi 55. Urushga zo'r narsa. Urushga vaqti qaytmaydigan narsa. Aha. Keyin bu it bo'g'oz ekan, 1 oylik bo'g'oz ekan, 1 oydan keyin taxminan bo'lmasam 25 kunga bormasdan tug'iydigan ekan. Osalaring bo'laveradi. Bunda hozir erini ham ko'rsatib o'tamiz. Narxi qancha aka buni? $300. Narxi $300. Bo'lishi kamichi? 3 million qilib beramiz. Kami 3 million. Undan pastiga iloji yo'qmi? Buni bolalari $300 sotgan. Bolasini o'zini $300 sotsa bo'ladi. Bo'l. Holati zo'r. Narxini eng oxirgi narx 3 million qilib berishar ekan. 25 kundan keyin tug'adi. Shunisiga ahamiyat qilinglar. Alabay, toza qonli alabay, oppog'idan ekan, juda chiroyli ekan. Urg'ochi bu. Urg'ochi. Yoshi qanaqa aka buni? 4 yosh. Janglari ko'rgan. Jangi juda yaxshi qattiq. Xo'p, bu sotiladimi, sotilmaydimi? Zo'r. Agar bundan bola oladigan bo'lsangiz, bolalari sotiladi, to'g'rimi? Bolalari sotiladi. Oldindan telefon nomer qo'yib o'tamiz. Telefon qilib zakaz olsalaring bo'laveradi. Bolalarni zanit qilib qo'ysalaring bo'laveradi. Tak, buni bolalari bor ekan. Hozir video davomida yana ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib olsalaring bo'laveradi. Narxlarini ham aytib o'tamiz. Iloji boricha tushirib berishga harakat qilamiz. Alabaydi bolalari hozir ko'rsatgan oppoq alabaydi bolalari kangal bilan chachishgan.
Ko'rib turibsizlar. Holatlari juda zo'r. Bularda yosh 4 oylik holatlarni ko'rasizlar, juda yirik narsa bo'lishyapti bular. Hozir bularning otasini ko'rsatib o'tamiz. Juda nima ekan, akani o'zi nomerini qo'yib o'tamiz. Xolasalang dogovor kelishib qolsalang sotadi, bo'lmasam yo'q. Nomli it Alabay, Alabay basa bu. Alabay. Kangal chalish gibridi. Gibrid varianti. Yoshi qanaqa aka buni? Yoshi 4 yosh. Dekabrda 4 yosh bo'ladi. Shu paytgacha nechta jang ko'rdi? 28 ta. 28 ta jang ko'rdi, hali biror marta arqa berib yutqizgani yo'q. Joy kelgan endi. Orada birorta bo'lgan. Yoshligida hali yosh. Kichikligida 1-2 kalta yeb keyin o'rgangan. Xo'p, hozirgi paytda eng zo'ri shu. Eng zo'ri shu. Bu sotilmaydi, a? Yo'q, bu sotilmaydi. O'ta qiziqib qolib soting aka deydiganlargachi. Endi iloji yo'q, narsani o'zi yo'q. Buni kelsak O'sha dildan ketgan narxi qancha? 800 dollar. 800 dollar bo'lsa berib yuboraveradi. Mana degan itiga qo'yib, urushtirib ham ko'rsatib beriladi. 70 kilo, 100 kilogacha it olib kelsa, 70 kilo, 100 kiloni orasida bo'lgan itlar bilan olib kelsalar qo'yib berilaveradi. Narxi 800 dollar. Yana necha gaplashsa 600 dollarga tushiramiz amalda. Bularni, xo'p. Bular aka bilan kelishib qolsalar sotadi. Holati zo'r. Hali aytib o'tgandek 4 oylik lapalarni qaranglar kattaligini buni. Xo'p. Buni urushtiraman deb cho'ponlikka boqadiganlarga ham juda zo'r. O'yin qaraq, hali kuchuk. Aka nomerini qo'yib o'taman, o'zini boshini ortaverasizlar. Bo'ldi. Babay. Yoshi 6 yosh ekan, urg'ochi ekan. Necha marta tuqqan aka bu? 5 marta tuqqan. Adashmasam bir bozorga ham chiqqan. Bolasi o'zi sotiladimi desam yo'q deyodingiz. Xo'p. Hozir narxi qanaqa buni? buni maqsad sotish yengilroq 100 dollarga beraveradi. 100 dollar. Men doim kamini so'raganman. Kamichi? 100 dollar o'zi yaxshi bo'ldi, o'sha beriladigan. Sal palasak yo'l kirasiga o'tib berasiz. Bo'ldi. Holati zo'r. Dalaklar ko'payib ketib, ishdan bo'lib qolgan. To'q, mol, qo'y, bunaqa narsalarga indamaydi, cho'ponlikka zo'r. Parrandaning ichida yurgan. Bo'ldi. Holati zo'r ekan, bir aloqaga chiqib, aka nomerini bo'ldi, itlarimiz tugadi. Itlarimiz tugadi, ha? Xo'p. Endi hammani qiziqtirgan joyi nomeringizni qo'yib o'tamiz aka. 97lik. 97lik 415 415 1615 raqamlariga telefon qilib, bemalol bunga kangalga o'xshagan kuchuklarni olsalaring bo'ladi. Aka sotmayman deganimdan jichaldasalar sotib yuboradigan odam aka. Hop tursan, achamizda tovuqlarda ham zo'rlari bor ekan, chiqib kelishlarini ko'ringlar ular. Oho! Dunyoning tovuqi bor ekan-ku. Yana bormi buni ichida hali? Qani qora tovuqni tuxumi kerak deganlar. Akaga bemalol bezovta qilsalaring bo'laverar ekan. Gapini qaytarib bera olmadim to'g'risi. Mana. Holatlari zo'r ekan, tovuq tushunadiganlar ancha biladi. Xo'p, u joylarni olgan bir holatlarni ko'rib turibsizlar, o'ta udar narsalar ekan. Buni aka tuxumidan sotiladi. Jo'jalarichi? Yo'q, bizda jo'ja yo'q. Jo'ja topilmaydi. Inkubatorga topshiryapti. Jo'ja topilmaydi, inkubatorga topshirib chiqarib berishingiz mumkin. To'g'ri. Xo'p, yana nimalarimiz bor aka? Quyonlarimiz Buni tuxumlarning narxi qanaqa? 2,5 so'm. 2,5 so'm. Urug'langan Toza mana atrofni bitta ko'rsatib yuborasan, ochiq, yalanglikdan maza qilib qurt qumursqalar yeb yurgan tovuqlar. Xo'p, baqa ham yana bir qator nomeringizni qo'yib o'tamiz. Aytib o'ting. 97lik 415 1615 raqamlariga telefon qilib olsalaring bo'laveradi bemalol. Ko'rib turibsizlar. Yana bundan tashqari nima edi? Quyon bor ekan. Uni faqat tomoshaga ko'rsatamiz ekan. Uning ustida sotiladiganlari yo'q. Bolalari ham sotilmaydi. Eshitmas, sotilmaydi, faqat tomosha uchun ko'rib o'tamiz. Ko'ryapsizlar, yugurib qo'yvorib boqar ekan aka. Men ham hozir quyon boqishni boshladim. Bir donagina quyonim bor va shunday qo'yvorib boqishga harakat qilib
joylarni qilib qo'yganman. Qo'yib yuborib boqyapmiz. Akamdan hozir aldab yurib bitta quyon olib ketaman baribir. Ba'da ichkarida ona quyon bo'lar ekan. Bolalari bilan. Bolalari qanchalik bo'ldi aka bular? Mana shu 20 kunlik bo'ldi. Bolalari 20 kunlik bo'ldi. 28 kunda tug'adigan gapirasiz buni? Gapirasiz. Xo'p. Holatlarni ko'rib turibsizlar. Juda go'zal holatda ekan ular. Bolachalari. Ba'da necha bu katta quyon? Qani? Qochib ketdi. Mana bu erkak quyonmi? Bu urg'ochi, bu ham ona quyon ekan. Bu bo'g'ozmi deyman? Endi bo'ladi, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar, quyonlar qo'yib yuborib boqishar ekan. Men shu narsani. Bular qanchalik bo'ldi hozir? Bular 1,5 oylik bo'ldi. Bular 1,5 oylik bo'lishdi. 2 oylikka yaqin. Men ham mana shunaqa qilib qo'yib yuborib boqyapman. Bunga tavsiz qanaqa? Zo'rmi? Qo'yib olib boqsangiz, biz erkakning ichiga yurgan, bular tug'ilib, sutdan chiqmasdan bular keyin partiya tug'iladi. Aha. Bular ko'payish tez bo'ladi. Qo'yib yuborib boqsangiz ko'payish tez. Ko'payish tez bo'ladi. Qafasda boqsak qanaqa bo'ladi? Qafasga boqsangiz, bu e'tibor kuchli berish kerak. Qafasda e'tibor kuchaytirish kerak. Gapirib qarash kerak. Faqat shu bilan bo'lish kerak. Qo'yib yuborib boqsangiz, suvini, ovqatini qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Boshqa siz bilan shug'ullanmaysiz. Aha. Menga qaysi birini berasiz? Damashlik tuxumlarni solish ham bir ajoyib bo'ladi shekilli. Qora tovuq tuxumlari aloqaga chiqib olsalaring bo'laveradi. Nomer qo'yib o'tamiz aka yana bir marta. 97lik 415 415 1615 raqamlariga telefon qilib olsalaring bo'laveradi. Bunaqa nima? Quyonni ham aldab yurib olsalaring bo'laveradi. Aka sotdi ekan, ancha-muncha narsani gapirsalaring, ha bo'pti deb ketaverar ekan. Bemalol kuchuklarni ham sotilmaydi u deganlarni ham yaxshi pul taklif qilsalaring sotib yuborar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lishni umuman unutmanglar. Like kutib qolamiz.